Akalar, qora panterani antikvardan topib qo'ydim. Bilasizlar, Lacetti mashinalari 2013-yilda ishlab chiqarilishi to'xtagan, lekin mana bu mashinamiz 2014 antikvar varianti kelib qoldi. Buni tez bosib olaman degan aka-ukalarimiz uchun narxi ham zo'r holatda turibdi. Hech qanaqa qilinadigan ishi yo'q. 2 dona detalda akalar bitnochasi bor ekan, kelsanglar ko'rsatib o'tiladi. Xo'p, mana bu ko'rib turgan nomeringlar ham general daverniz qilib beriladi. Faralari ham ko'rib turganlaringdek tiniq holatda turibdi. Qirilib, chizilib ketgan hech qanaqa joyi yo'q. Bu любой proverka qilib ustalaring bilan kelib ko'rib olib ketasizlar. Ko'rib turgan mashinanglar 2014-yilda ishlab chiqarilgan, holati o'ta a'lo darajada. Xo'p, o'zini yaxshi bir diska balonlarda turibdi. Ko'rib turganlaringdek mashinamizning rangi qora, 1.8 motorda. Xo'p, ikkinchi pozitsiya bo'ladi akalar. Xo'p, ashibka, tarpidi, hech qanaqa qirilib, chizilib ketgan joyi yo'q. Mashinamiz 230 ming kilometrgina masofa bosib o'tgan. Mexanika korobkada, konditsioner, magnitofon hamma joyi ishlab turibdi akalar. Metan gazli uстановка qilib qo'yilgan, yaxshi chexollarda, ko'rib turganlaringda yaxshi poliklada. Motor hadoyi hech qanaqa ishi yo'q. Olasizlar, bosib yuraverasizlar. Akalar, mashinamiz kimga narx qiziq bo'lsa, $6800 baraka qilib yuboriladi. Xo'p, yana o'tib beradigan joyi bor. Kelib bemalol baraka qilib ketishinglar mumkin. Pastda nomerlar bor, aloqaga chiqaverasizlar.